Ha, uka, nima o'ylayapsiz? Shu iPhone 13 Pro olmoqchi edim-da. Bitta 90 yomkisi, 80 yomkisligi bor ekan. Bittasi $500, bittasi $470 ekan. Shunga o'ylanib, qaysi birini olaykin deb turibman-da. Keling, shu haqida bir eksperiment ko'ramiz obunachilarga, manfaatli bo'ladi. Qanday eksperiment o'tkazsa bo'ladi? Batareykasi qaysi biri ko'proq yetish haqida. Bo'ldi-yu, masalan, eksperiment o'tkazamiz. Ikkitasini ham 1 soat YouTube'ga qo'yib qo'yamiz. 90 va 80 yomkisli iPhone 13 Pro batareykasi 1 soatda qaysi biri ko'proq ketarkan. Shuni bir sinab ko'ramiz siz obunachilarimiz bilan. Bo'ldi. Ertaga ko'rishimiz mumkin, xudo xohlasanmi? Xudo xohlasa. Bo'ldi. Xo'p, mana ko'rishimiz mumkin. Ikkitasini ham zaryadkasi 100% holatda. Ikkitasini YouTube'ga qo'yib qo'yamiz, qani. Qaysi biri zaryadkasi tezroq ketarkan. Mana. Hop, bu video boshlandi. Ketdi 1 soat. Devam. 1 soat bo'ldi. Endi zaryadkasini tekshirib ko'ramiz. Hop, 80 yomkisli iPhone 13 Pro 93% zaryadkasi qolgan. 90% esa hali ham 100 turibdi. Xo'sh, ko'rdinglar, 1 soat davomida ikki test ham YouTube yo'q turdi. Hatta yomkis ham rol o'ynar ekan. Ko'rishinglar mumkin. Sizlar bilan Alex Brown.